Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuyimiz shaxs psixologiyasining metodologik prinsiplari. Shaxs psixologiyasining metodologik prinsiplari sifatida biza demak nimani o'rganar ekanmiz. Ya'ni bunda ya'ni shaxs psixologiyasidagi metodologik prinsiplarni ilmiy tadqiqotdagi nazariy yo'nalishi, uning tahlillari, uning xulosalari ishlab chiqarish jarayonlari va aynan mana shu shaxsga nisbatan deylik shaxsni xususiyatlariga nisbatan beriladigan baholarning yig'indisi, ya'ni psixologik, biologik, ilmiy, madaniy omillar bilan birgalikda shaxsda qanaqa rivojlanishiga nisbatan yondashuvlarni demak biz o'rganib, ochib berar ekanmiz. Va aynan shaxsda demak metodologik prinsiplar sifatida demak biz tadqiqot sifatida albatta kuzatuv, test, eksperiment, biografiya, hujjatlarni tahlil qilish metodlari, suhbat metodlaridan va boshqa metodlarimizdan foydalanar ekanmiz. Demak, metodologik prinsip demak biz birinchi to'xtalib o'tamiz metodologik prinsipda nima ekanligiga. Demak, metodologik prinsip bu ilmiy bilish jarayonini tartibga soluvchi asosiy qoida va yo'nalishiga. Demak, shaxs psixologiyasida u insonni ruhiyatidagi ruhiyatini qanday tushuntirish, qanday metodlar yordamida o'rganish va qanaqa natijalarga erishishni izohlab berishlikni demak belgilab berar ekan. Aynan metodologik prinsipda tadqiqotda asosiy demak tasodifiy emas, balkim izchil, obyektiv va nazariy asoslangan bo'lishligini ta'minlab berar ekan. Va aynan shu sababli har bir psixologik tadqiqotlarda aynan metodologik prinsipga tayanar ekanmiz. Hop, endi metodologik prinsip sifatida yana biz izohlab ketishimiz kerak. Ayrim o'sha tadqiqot doiramizda metodologik asos sifatida ma'lum bir olimlarning nazariyasi, huquqiy asos sifatida, ya'ni huquqiy metodologik asos sifatida esa ma'lum bir qonun, qoida, o'sha qaror, farmon, farmoyishlarimiz, demak, o'sha prezident qarorlari, farmon, farmoyishlari, qonun hujjatlari demak olinar ekan asos sifatida. Endi keyingi shaxs psixologiyasidagi prinsipga o'tamiz. Bunda biz determinizm prinsipi deb ataymiz. Endi determinizm prinsipiga ko'ra shaxsni o'zini psixikasidagi har bir hodisa ma'lum bir sabablarga, ma'lum bir sharoitlarga va ma'lum bir omillar bilan bog'liq holatda yuzaga kelar ekan. Demak, hech narsa o'zidan o'zi ya'ni bo'lib qolmasgan, o'zidan o'zi sodir bo'lmasgan. Deylik, mana misol xarakter, motivatsiya, qadriyat, emotsional holat, xulq-atvorlar bularni hammasi tasodifiy shakllanmasgan. Ularga albatta sababchi, sabab bo'ladigan omillar, muhitlar bor ekan. Deylik, mana o'sha determinizmda yuqorida aytganlarimizda, ya'ni aynan irsiyat, tarbiya, ijtimoiy muhit, faoliyat, muloqot, shaxsdagi tajribalari demak ta'sirida albatta insonni xarakteri, temperamentlari shaklllanar ekan. Va deylik, bu prinsip shaxsni o'zini sabab-oqibatlardagi aloqadorlikni ilmiy jihatdan tahlil qilish imkonini berar ekan. Va keyingisi bizada rivojlanish prinsipi. Rivojlanish prinsipiga ko'ra, demak, shaxsni tayyor, ya'ni shaxsni o'zini o'zgarmas, tuzilmas sifatida emas, balkim butun hayoti davomida shakllanib boradigan dinamik tizim sifatida o'rganar ekanmiz. Demak, shaxs oddiy biz unga ma'lum bir baho berayotganda oddiy tushuntiramiz. Hop, shaxsda deylik muloqotchanlik xususiyati kommunikativ darajasi yuqori yo past deb baho berganimizda shu holatda qoladi degani emas ekan. Balkim insonni vaziyati, sharoiti, vaqti, o'sha vaqt davomida o'sib borishi davomida kommunikativ yuqori, pastga o'zgarib borar ekan.
yoki boshqa bir xislatlari yuqorida aytganimizdaqa shaxsni o'zini xislatlarini ham ma'lum bir rivojlanib borishiga sababchi omil sifatidagi prinsip sifatida olinar ekan. Deylik mana oddiy bolalik, o'smirlik, yoshlik, yetuklik bosqichlari. Xo'p, aynan bu bosqichlardagi ehtiyojlar, motivlar, o'zini anglashi, o'zini ijtimoiy munosabatlarini demak o'zgartirib borishi, demak bularni hammasi rivojlanishning ma'lum bir bosqichlari sifatida ifodalanar ekan. Demak shaxsni o'rganishdagi yosh davri, uni hayotiy tajribasi, uni rivojlanishdagi tarixi, bularni hammasini imkoniyatiga ya'ni bularni hammasini biz imkoniyat sifatida olib, baholab borishimiz kerak ekan. Endi rivojlanish prinsipiga monand ravishda bizada ma'lum bir rivojlanish psixologiyasi yoki taraqqiyot psixologiyasi, ontogenez, rivoj davrlari psixologiyasi deb ataladigan fanlar doiramizda bu prinsipni to'laqonli ifodalab berar ekan. Ya'ni unda aynan insonni o'sha tug'ilgandan, ya'ni ona qornidan boshlab to o'limiga qadar bo'lgan yosh xususiyatlari bosqichma-bosqich aynan o'smirlik, bolalik, chaqaloqlik, go'daklik, yoshlik, yetuklik, qarilik holatidagi psixik rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar, yuqoridagi determinizm deganimizdaqa omillar, demak, va uni qaror qabul qilishi, uni shaxsiy kamolatiga yetishi kabilar o'rganilar ekan, chuqur o'rganilar ekan. Keyingi prinsip bizada demak faoliyat prinsipi. Faoliyat prinsipi bu asosan shaxsda demak o'zini rivojlanishi, uni faol harakati, amaliy tajribasi va ijtimoiy munosabatlardagi ishtirok etishi orqali amalga oshishini ta'kidlar ekan. Inson faqat tashqi ta'sirni qabul qiluvchi obyekt emas, balki o'z faoliyatini tashkil qiluvchi subyektdir deb izohlar ekan. Aynan o'qish, mehnat faoliyati, muloqot, ijod, kasbiy faoliyat va ijtimoiy ya'ni ishtirok etishlik jarayonidagi shaxsni deylik misol bilimlari, malakasi, mas'uliyati, o'zini boshqarish xususiyatlari sifatida demak shakllantirib berar ekan. Endi mana shu yerda biz izohlaydigan bo'lsak, demak faoliyat prinsipi doirasida bizada eng ko'p shu ish olib borgan olimlardan biri deylik Leontiev. Leontievni nazariyasida и undan tashqari bizada faoliyat psixologiyasida aynan ya'ni umumiy psixologiya fanimizdagi faoliyat va ehtiyoj psixologiya mavzusida faoliyatni ma'lum bir turlariga bo'lib bergan ekan. Ya'ni deylik o'qish, o'yin, mehnat doirasida aynan bu ham insonni mana shu o'yin orqali, o'qish orqali, mehnat qilish orqali shaxsdagi xususiyatlarni shakllantirishga qanaqa ta'sir qilishi omili sifatida belgilab tushuntirib berilar ekan. Endi keyingisi demak bizada ong va faoliyat prinsipi. Endi ong va faoliyat prinsipi bu qanday? Bunda inson ongi va faoliyatni birligi prinsipi sifatida, ya'ni shaxsda ichki psixik jarayonlarini tashqi faoliyat bilan uzviy bog'lab harakat qilar ekan. Va insonni fikrlashi, motivi, maqsadi, hissiy kechinmalarini, ya'ni faoliyatda namoyon qildirar ekan. Va shu bilan birgalikda faoliyatni ongli rivojlanishiga ta'sir qiladi. Misol, talabani o'qishga munosabatini uning o'quv faoliyatida ko'rinishi, ayni jarayondagi deylik mana o'sha o'quv jarayonini mustahkamlashiga yoki mustahkamlamaslikka nisbatan ifodalash holatlari demak namoyon bo'lar ekan. Va mana shu yerda qo'shimcha qilib ketishimiz kerak, ong va faoliyat prinsipida ong va faoliyat hech qachon bir-biridan ajralmasligini izohlab berar ekan. Ya'ni inson ongli inson har doim faoliyatini ongli ravishda qilishini ifodalar ekan. И qo'shimcha qilib ketishimiz kerak.
Bu jarayonda faollik degan tizimimizda, ya'ni agar biz faollik sifatida izohlaydigan bo'lsak, faollikda bu ko'proq insonni shartsiz reflekslar bilan bog'liq. Ya'ni ovqatlanish, o'sha nasl qoldirish, o'sha suvsash kabi o'sha ma'lum bir misol tariqasidagi holatlar bilan bog'liq holatda harakat qiladigan holat bu demak faollik ekan. Faollikda insonda asosiy qismda ongsiz bo'ladi. Ya'ni ongli ravishda bo'lmaydi. Lekin uni qanday ifodalashda ongli holatda bo'lar ekan. Shuning uchun ham bizada faollikda hayvonlarga ko'proq xos sifatida, ya'ni hayvon va insonlarga xos sifatida izohlaymiz. Faoliyat esa ongli ravishdagi, maqsadli, tizimli ravishda ifodalagani uchun ham demak, faqatgina insonlarga xos deb berar ekanmiz. Va keyingisi tizimlilik prinsipi. Tizimlilik prinsipi bunda bunga ko'ra aynan shaxsni o'zaro bog'lagan, ya'ni shaxsni o'zini bog'lab turgan holatlar bo'yicha izohlaymiz. Ya'ni bunda qanday? Bunda misol deylik, shaxsning o'zaro bog'langan psixologik komponentlardan biri sifatida, ya'ni o'rganiladigan bo'lsa, demak, ehtiyojlar, motivlar, xarakter, temperament, qobiliyat, qadriyat, emotsiya va o'zini saqlash, bir-biriga nisbatan ta'sir qilish lar, ya'ni aynan mana shular ta'sir qilar ekan. Va bir komponentdagi o'zgarishlar boshqa jihatlarga ham aks etishi mumkin ekan. Bunda demak, aynan shu uchun ham shaxsda faqatgina bitta belgi asosida baholash emas, balki kompleks tizim sifatida ifodalash kerak ekan. Demak, to'laqonli aytadigan bo'lsak, tizimlilik prinsipi butun bir yaxlit holatdagi jamlanmalar, psixologik o'sha xususiyatlarni bitta qilgan holatda o'rganib, shakllantirib berar ekan. Va keyingisi bizada tarixiylik prinsipi. Demak, shu tarixiylik prinsipida asosan insonni shaxsni o'rganishdagi, uning shaxs sifatidagi shakllanishidagi tarixi, yashab o'tgan davri, oilaviy, madaniy muhiti, hayotiy tajribasini hisobga olgan holatda harakat qilar ekan. Va bunda demak, har bir inson muayyan tarixiy sharoitlarni, ijtimoiy qadriyatlarni va ijtimoiy tizimli ya'ni ijtimoiy tizimli ta'sirdagi rivojlanishlarni ifodalab berar ekan. Aynan shu boisdan ham shaxs hozirgi holatini tushunishi uchun va uni tushuntirishi uchun uning asosiy avvalgi rivojlanish yo'llari, hayotiy voqealari, tajribalari muhim sifatida talab qilinar ekan. Va bu yerda tarixiylik prinsipiga biz yana to'xtalib o'tadigan bo'lsak, deylik, mana filogenesis, ya'ni filogenetik yondashuv bor. Bunda insonni demak, ibtidoiy jamoa davridagi holatlardan to hozirgacha bo'lgan holatlar insonning ma'lum bir ontogenezda takrorlanishi sifatida izohlanadi. Deylik, mana tushuntiramiz. Shtern konsepsiyasi bo'yicha inson tug'ilganda ma'lum bir maymun bolasi deb tushuntiradi. Demak, nimaga? Sut emizuvchi maymunga o'xshatadi. Sababi u faqatgina sut emadi. Ya'ni ongli faoliyatda harakat qilmaydi. Keyinchalik katta bo'lavergani sari esa Shtern konsepsiyasiga ko'ra, ya'ni o'rta asr odamlarini, ibtidoiy jamoa odamlarini takrorlaydi va keyinchalik esa o'sha o'smirlikda o'tgandan keyin ma'lum bir hozirgi davr odamiga o'xshab boradi deb ketadi. Bu yerda nimani nazarda tutyapti? Bu yerda aynan biz tarixiylik prinsipini misol tariqasida tushuntirib ketyapmiz. Ya'ni filogenezda, ontogenezda takrorlanishida, demak, irsiyatlar, ma'lum bir o'sha insonni o'tmishdagi ota-bobolardagi holatlarni demak, muhim omil sifatida olar ekan. Va keyingi holat bo'yicha o'tamiz. Demak, ijtimoiylik prinsipi. Ijtimoiylik prinsipi bunda ijtimoiylik prinsipiga ko'ra shaxs jamiyatdan
ajralgan holda shakllanmaydi deydi. Insonni demak nutqi, qadriyati, dunyoqarashi, xulqiy me'yorlari, kasbiy yo'nalishi, o'zini baholashi, o'zini deylik, demak, o'sha boshqarish jarayonlari ma'lum bir ijtimoiy me'yorlar asosida rivojlanadi deydi. Deylik, misol oila, maktab, tengdoshlarning guruhi, ya'ni do'stlar davrasi. Hop, madaniyatli muhitlar doirasi, misol deylik, haligi konsertlar yoki muzeylar yoki ma'lum ta'lim-tarbiya jarayonidagi madaniyatli insonlar doirasi yoki ommaviy axborot vositalari, kasbiy muhit shaxsni o'sha aynan taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadi deb ketadi. Aynan shu sababli ham shaxs psixologiyasida ijtimoiy omillar muhim sifatida olinadi. Aynan bizada sotsiogenetik degan nazariyamizda aynan sotsial, ya'ni ijtimoiy muhit odamlarni ta'sir qiladi shaxsga deb ketamiz. Aynan bizlarning ijtimoiy prinsipga bu misol bo'ladigan maktab sifatida olinadi. Endi bunga biz misol keltiramiz. Oddiy mana Robinzon Kruzoni biz hammamiz o'qiganmiz, kinosini ham ko'rganmiz. Unda ham deylik, odamlar davrasida u madaniyatli inson sifatida, chiroyli, estetik didli kiyimlar bilan kiyingan, madaniyatli insonlarga o'xshab faoliyat yuritadi. Madaniyatli insonlarga o'xshab, deylik, ovqatlanadi. Lekin ma'lum bir orolga tushib qolganda esa naborot, ya'ni u kimsasiz, hatto hech kim yo'qligini bilgach va hech qachon uni qutqarilmasligini bilgach, qanaqa holatga tushadi? Ya'ni soqollari o'sib ketgan, baliqni ham shu tishlab yeydigan, ma'lum bir hayvon ko'rinishdagi insonga aylanib qoladi. Demak, bu o'z-o'zidan ma'lumki, insonning sotsial unga ta'sir qilishiga ko'rsatib berarkan. Oddiy o'sha odam izini ko'rgandan keyin esa naboroti insonga o'xshab kiyinishga, ya'ni madaniyatli bo'lishga harakat qilishlik boshlanadi. Demak, mana shu yerda bilishimiz mumkinki, ijtimoiylik prinsipi inson yashashi uchun insonlar doirasida, jamiyat doirasida bo'lishlik ekanligini anglatib berar ekan. Demak, inson bilan tirik ekan. Inson yolg'izlik holatida fikrlay olishi, harakat qilishi juda qiyin bo'lar ekan. Oddiy tushuntiradigan bo'lsak, mana hozirgi kunda juda ko'p yoshlarimiz o'sha orasida, Yaqin Sharq mamlakatlari orasida yolg'izlanib qolish, oiladan, maktabdan, do'stlardan yolg'izlanib qolish holati bo'lgani uchun ham suitsid holatlar ko'paydi. Va deylik, aksariyat suitsid holatlarini biz qaraydigan bo'lsak, o'sha o'rganib qaraydigan bo'lsak, yolg'izlik yoki uni hech kim qabul qilmaslik yoki u jamiyat orasida, oila orasida, muhit orasida, do'stlar orasida o'zini qaror toptirmaslik holati sabab bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Eng ko'p sabablardan biri sifatida, demak, shu yerda ham bilishimiz mumkinki, inson bilan mavjud ekan. Va keyingi prinsip bizada biologik va ijtimoiy birlik prinsipi. Biologik va ijtimoiy birlik prinsipi bunda shaxs rivojlanishida tabiiy va ya'ni ijtimoiy omillarni bir-biridan ajralmagan holda ta'sir qilishini ko'rsatadi. Bunda temperament, nerv tizimi xususiyatlari va irsiy imkoniyatlar shaxsni biologik asosini tashkil etsa, tarbiya, ta'lim, muloqot, madaniyat uning ijtimoiy mazmunini shakllantiradi. Demak, bundan ko'rishimiz mumkinki, bu ikkala omil bir-biriga qarama-qarshi qo'yilmaydi, lekin bir-biri bilan uyg'unlikda foydalaniladi, ya'ni o'rganiladi. Endi tushuntirib beramiz. Deylik, mana misol temperamentni biz bilamizki, bu fiziologik asos, insonning miya xususiyatlari. Demak, nerv tizimining deylik, mana insondagi bu biologik asos bo'lsa, endi boshqalar bilan o'sha muloqot qilayotganda, misol neurotizm bo'lish, yuqorida yoki haligi sokin bo'lish. Это nerv tizimidan misol harakat.
Demak, bu boshqalar bilan o'sha munosabatda muloqot qilayotganda agar nevrotizm bo'lsa, albatta salbiy ta'sirda, agar o'zini bosib olgan vasmiy holatda bo'lsa, ijobiy tarzda. Ya'ni munosabat qilishi yoki deylik, mana oddiy tushuntiramiz. A, irsiyat holatlarida. Ayrim holatlarda o'sha ota-onani yoki bobo-buvini holatdagi irsiyatlari, ya'ni fiziologik holatlari bolaga o'tishlik, bolani o'sha shaxs sifatidagi xarakteri, harakati, faoliyat doirasidagi qaror qabul qilishda shoshqaloqlik yoki boshqa holatlari otasi, bobo-buvisiga o'xshashlik holatlarini kuzatishimiz mumkin. Bunda nima bo'lyapti? Bunda demak, fiziologik va o'sha irsiyat omillari shaxsda o'sha rivojlanishi, ijtimoiy muhit bilan kirishi, shaxsni o'zini o'zi tarbiya qilishiga ta'sir o'tkazyapti. Va o'z-o'zidan ma'lumki, yuqorida ta'kidlaganimizdaqa, bular har doim chambarchas bog'liq ekan. Busiz insonning faqat psixikasi rivojlanmas ekan. Hop, keyingisi individual yondashuvlar prinsipi. Endi individual yondashuvlar prinsipi bunda qanday? Bunda asosan har bir shaxsning noyobligi, takrorlanmasligi va uning o'ziga xos psixologik xususiyatlari hisobga olinishi nazarda tutilar ekan. Va bir xil sharoitga yashagan insonlar ham hattoki turlicha xarakterli, turlicha motivatsiyali, turlicha qobiliyatli va ma'lum bir qadriyat tizimiga ega bo'lgan shaxs sifatida shakllanar ekan. Bir xil muhitda yashasa ham, bir xil ota-onani farzandidan deylik, tug'ilgan farzandlar har xil individual insonlar, hattoki egizaklar ham bitta xorindan bir paytda chiqqan o'sha tug'ilgan bo'lsa ham, biroq egizaklardagi individual xususiyatlari bir-birini o'sha anaqasini ko'rsatib beradi. Bunga misol tariqasida o'sha rahmatli ustozimiz G'oziyev Ergash G'oziyevich aynan o'zlarini o'sha farzandlari Fotima Zuhralarni o'rganganlarida, egizaklarni o'rganganlarida ma'lum bir o'sha xulosalar shunaqa qilinganki, ya'ni egizaklar bo'lishsa ham, lekin ularni individualligi, o'z qaror qabul qilishda, temperamentida, xarakterida ya'ni har xil ekanligini ko'rsatib xulosalar qilgan ekanlar. Endi mana shu yerda yana tushuntirib ketishimiz kerak. Demak, yana mana shu sababli insonni o'rganishda umumiy qonuniyatlar bilan birgalikda individual farqlar, temperamentlar, hayotiy tajribalar, insonning o'zining individualligidan kelib chiqqan holatdagi ehtiyojlar bilan tahlil qilishi aytilgan ekan. Demak, bu bizada individualizmni ma'lum bir o'rganilishi ekan. Unda asosan individualizmga ko'proq o'rgangan olimlardan biri aynan Adler sanaladi. Adler o'zini farzandlar tipini yaratgan holatda individuallikni ham o'rgangan. Petrovskiy darsligida esa individuallikda aynan xarakter, temperament, qobiliyatni kiritib ketgan ekan. Demak, biz xulosa qilib aytadigan bo'lsak, individualizm yondashuvi insonni boshqalardan farqlantiruvchi, individual fikrlaydigan, individual kreativ bo'lgan inson sifatida izohlab berar ekan. Va keyingi prinsip bizada subyektivlik prinsipi. Endi subyektivlik prinsipi bu nima? Bunda insonni o'z hayotining faol ishtirokchisi ekanligi, qaror qabul qiluvchi va o'z faoliyatini boshqaruvchi shaxs sifatida talqin qilarkan. Aynan shaxsni tashqi ta'sirlarga passiv javob bermaydi, balki ularni anglaydi, baholaydi va ularga nisbatan o'z munosabatlarini shakllantiradi deb ketarkan. Va bu prinsipda asosan mustaqillik, mas'uliyatlilik, maqsad qo'yishlik, tanlov qilishlik, o'zini o'zi boshqarishlik jarayonlarini biz o'rganib ketar ekanmiz. Endi mana shu subyektivlik prinsip u insonni o'ziniga nisbatan yondashuvini demak anglatganmiz.
Hop, keyingisi butunlik prinsipi. Endi butunlik prinsipi bu nima degan? Ya'ni yaxlitlik. Bunda shaxsni faqat alohida belgilar orqali emas, balki ya'ni shaxsni faqatgina alohida belgilar orqali tushuntirish yetarli emas deydi-da. Balki xarakter, temperamenti, motivatsiyasi, ehtiyojlari, qobiliyati, emotsiyalar sohasi, o'zini anglashi bilan o'zaro bog'liq holatda yagona psixologik tizim sifatida ifodalash kerak deb ketadi. Masalan, motivatsiyani xarakterdan yoki emotsional holatdan to'liq ajratib bo'lmaydi hech qachon. Chunki inson o'z xarakteriga nisbatan, demak, xarakteridan, emotsiyasidan kelib chiqib motivlari uyg'onadi. Deylik, mana motivlar ham salbiy, ijobiy bo'ladi. Demak, salbiy, ijobiy bo'lyaptimi? Bu yerda nima bo'lyapti? O'z-o'zidan salbiy, ijobiy hissiyotni ham beryapti. Demak, shaxsni anglash uchun uni barcha, deylik, komponentlarini birgalikda tahlil qilish, demak, bu butunlik prinsipini aks ettirar ekan. Va keyingisi psixika va xulq-atvorning birlik prinsipi. Endi psixika va xulq-atvorning birlik prinsipi bu nima? Unda psixika va xulq-atvor birligi asosan insonning ichki kechinmalari, tashqi xarakterlarda namoyon bo'lishini, xulq-atvori esa psixik jarayonlar haqida ma'lumot berishini aytib o'tilgan ekan. Motivlar, munosabatlar, emotsiyalar, qadriyatlar, muloqot, qaror qabul qilish faoliyatlarida demak ko'rinar ekan. Va shu bilan birga tashqi xatti-harakatni baholashda uning ichki sabablari va shaxsiy ma'nolari ham hisobga olinar ekan. Va keyingi prinsip bizada demak obyektivlik prinsipi. Obyektivlik prinsipi bunda shaxsni o'rganishda shaxsiy taxminlar yoki subyektiv qarashlarga emas, balki ilmiy dalil, kuzatuv, suhbat, test, eksperiment, statistika ma'lumotlariga tayangan holatda demak tahlil qilinar ekan. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, shu psixologni, ya'ni psixolog o'zi tadqiqotlar davomida o'zida, deylik, mana shu patsientga nisbatan neytrallik pozitsiyasini saqlashga ko'mak berar ekan. Ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilar ekan, bilmasdan xato qilib qo'ymasgan, xulosalar ishonchli bo'lar ekan, tavsiyalar to'g'ri bo'lar ekan. Aynan mana shu obyektivlik prinsipi asosida ekan. Va keyingisi bizada komplekslilik prinsipi. Demak, komplekslilik prinsipiga ko'ra shaxs bir yoqlama emas, balki psixologik, pedagogik, ilmiy, biologik, madaniy omillarning uyg'unligi sifatida o'rganilishi kerak ekan. Demak, bunda faqatgina test natijalari orqali emas, balki suhbat, ma'lumotlari, shaxs haqidagi to'liq tasavvurlarni demak bermasgan. Unda asosan o'sha kuzatuv, diagnostika, biografik tahlillar, eksperimentlar va faoliyat mahsullarini o'rganish orqali demak birgalikda natijalarni chiqarib va ishonchli holatda namoyon qilar ekan. Va keyingisi bizada demak qiyoslilik prinsipi. Qiyoslilik prinsipi bunda asosan bu prinsipga ko'ra shaxsda xususiyatlarni o'sha turli guruhlar, yosh davrlari, jins, kasb, madaniy muhit yoki rivojlanish bosqichlari bo'yicha demak shu solishtirish imkonini berar ekan. Masalan, o'smirlar va kattalar o'sha motivatsiyasidagi talabalar va pedagoglarning qadriyatlarida yoki introvertlar, ekstravertlarda muloqot jarayonlarida yoki ularni mana shu holatlarni qiyoslashda, demak, qiyoslab, taqqoslab o'rganar ekan. Demak, qiyoslilik prinsipi shulardan iborat ekan. Dialektik prinsip. Demak, dialektik prinsip bu nima ekan? Bunda asosan shaxsning rivojlanishi ma'lum bir
ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar, o'zgarishlar orqali tushuntirarkan. Insonda mustaqillikka intilish, ijtimoiy moslashuvchanlik, shaxsiy ehtiyoj, jamiyat talabi va aynan barqarorlik yoki o'sha yangilanishlik kabi ichki ziddiyatlarga nisbatan ya'ni ichki ziddiyatlar mavjud bo'larkan. Ya'ni bularga nisbatan. Bu qarama-qarshiliklar shaxsiy rivojlanishini manbai sifatida bajariladi. Shaxsni tushunishga, uni ichki dinamikasiga nisbatan hisobga olar ekan. Va keyingisi gumanistik prinsip. Demak, gumanistik prinsip bunda asosan shaxsni ma'lum bir hurmat qilish, uni qadr-qimmatini, erkinligini va rivojlanish imkoniyatlarini e'tirof etishga asoslanar ekan. Va psixologik tadqiqotda, amaliyotda inson faqat tahlil obyekti emas, balkim o'z ichki dunyosi, ehtiyojlari, huquqlariga ega shaxs sifatida qaralar ekan. Va bu prinsip empatiya, ehtiyotkorlik, shaxsiy sirni saqlash, o'z manfaatlarini ustuvor qo'yishlarni demak talab qilar ekan. Va keyingi prinsip bizada madaniy tarixiy prinsip. Demak, madaniy tarixiy prinsip unda shaxsni rivojlanishdagi madaniyat, til, ijtimoiy tajriba, tarixiy muhit bilan bog'liq holatni izohlaydi. Inson psixikasini, demak, ijtimoiy tajribasini o'zlashtirish, muloqoti, ta'limi jarayoni orqali shakllanadi deydi. Tili, qadriyatlari, an'analari, ijtimoiy belgilari shaxsni tafakkuri hamda o'zini anglashiga ta'sir ko'rsatadi deydi. Va bu prinsip insonni, ya'ni shaxsiy madaniy o'sha kontekstdagi o'zgarishlarni demak aynan talab qilar ekan. Demak, madaniy tarixiy prinsip insonning ma'lum bir fikrlash, qadriyatlar doirasida, an'analarga amal qilishlik doirasida va ularni insonga shaxsdagi ta'sirini o'rganib borar ekan. Tushuntirib berar ekan. Xo'p, keyingisi demak bizada yuqorida biz demak faoliyat prinsipini o'tgan bo'lsak, endi faollik prinsip. Faollik prinsipi insonni tashqi ta'sirlarga oddiy mahsul sifatida emas, balki o'sha muhitni anglash, o'sha o'zgartiradigan va rivojlanishga ta'sir ko'rsatadigan va mavjudot sifatini talqin qiladigan, inson o'z maqsadlarini belgilaydigan, qaror qabul qiladigan, faoliyat natijalarini baholaydigan va shu sababli insonni shaxs sifatidagi rivojlanishdagi ichki motivatsiyasi, tashabbuskorlik, irodaviy sifatlarni, mustaqillik harakatlarini muhim o'rin sifatida belgilab berar ekan. Va keyingisi bizada muloqot prinsipiga, demak, muloqot prinsipi bunda asosiy shaxs taraqqiyotidagi fanlar, ya'ni insonlararo munosabatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ya'ni munosabat, muloqot doirasida hal qilar ekan deydi. Unda aynan deylik, muloqot orqali inson ijtimoiy tajribani o'zlashtirar ekan, o'z fikrini ifodalar ekan, emotsional qo'llab-quvvatlash ya'ni jihatdan, ya'ni inson o'zini o'zi baholab tizimlashtirar ekan. Oila, ta'lim muhiti, do'stlar, kasbiy jamoalar bilan o'sha muloqotlarini, demak, shaxsning o'zini qadriyatlari, xarakteri, ijtimoiy moslashuvchanligi jihatda, demak, jihatlariga ta'sir qilar ekan. Oddiy tushuntiramiz. Misol, muloqot jarayoni hozirgi kunda katta ahamiyatga egada. Sababi, oddiy mana kompyuterga tobelik, internetga tobelik, kompyuter o'yinlariga yoki haligi virtual o'yinlarga tobelik holatlarida, virtual makonga tobelik holatlarida asosiy qismda muloqot, ya'ni real muloqot yo'qligi. Tashqi muhitdagi, ya'ni ijtimoiy muhit, oila muhiti, ta'lim muhitida insonning o'zini ma'lum bir o'rniga ega emasligi va virtual muhitda o'z o'rniga ega bo'lishga intilishga olib kelyapti. Va aynan bu narsa esa virtual muloqotdir.
kuchaytirib, real hayotdan o'sib qo'yyapti. Va natijada insonlar yuqorida aytganimizdek kompyuter o'yinlariga, virtual muloqotga, virtual makonga nisbatan tobelik holatini yuzaga keltirar ekan. Demak, mana bu narsa aynan deylik muloqotning yo'qligi hattoki ayrim holatlarda insonni stress, tushkunlikka uchrab, suitsidga ham olib kelishi mumkin ekan. Demak, muloqotlilik prinsipi insonni hayoti davomida insonni shu o'rganishga nisbatan eng katta yaxlit o'sha prinsiplarimizdan biri ekan. Xo'p, keyingisi o'zini anglash prinsipi. Demakki, o'zini anglash prinsipida shaxsning o'z imkoniyatlari, ehtiyojlari, qadriyatlari, his-tuyg'ulari, hayotiy maqsadlarini tushunishi bilan bog'liq holatda bo'lar ekan. Va shaxs psixologiyasida o'zini anglash va rivojlanishning muhim ko'rsatkichlari hisoblanar ekan. Demak, inson o'zini real baholar ekan va deylik, insonni qarorini ongli qabul qilishiga, mas'uliyatni chuqur anglashiga, his qilishiga olib kelar ekan. Va bu prinsip insondagi men konsepsiyasi, o'zini o'zi baholash, refleksivlik jarayonlarini tahlil qilishda juda ham muhim sanalar ekan. Demak, keyingi prinsip bizada refleksivlik prinsipi. Refleksivlik prinsipi bunda shaxsning o'z fikrlari, xatti-harakatlari, kechinmalari va o'zining faoliyatidagi natijalarini tahlil qilishda, ya'ni tahlil qila olish qobiliyati ekan. Demak, refleksiya insonni o'z tajribasidan xulosa chiqarish, o'zini xatolarini anglash, o'zini kelgusi faoliyatidagi rejalarini rejalashtirishga yordam berar ekan. Shaxs psixologiyasida bu prinsip o'zini deylik boshqarish, shaxsiy o'sish, kasbiy rivojlanish va axloqiy qarorlar qabul qilish jarayonlarini tushuntirishda muhim sanalar ekan. Va keyingi prinsip bizada iyarxiyalilik prinsipi. Endi bu prinsipga biz keladigan bo'lsak, asosiy qismda demak, insonni shaxs tuzilmasi xususiyatlaridan biri, ya'ni bir xil darajada emas, balki ma'lum bosqich pog'onalari asosida tashkil qilishini anglatar ekan. Misol, ehtiyojlar, motivlar, qadriyatlar, maqsadlarni o'zaro tajribalar, ya'ni tajribalar holatidagi tizimlar hosil qilar ekan. Misol, past, baland holatda ayrim ehtiyojlar deylik yetarlicha, boshqalargida esa yordamchi vazifasini bajarar ekan. Deylik, o'sha bu prinsip demak shaxsda motivatsion qadriyatlar tizimi hayotiy yo'nalishdagini chuqur tahlil qilishga imkon berar ekan. Va keyingisi bizada interaktivlik prinsipi. Demak, interaktivlik prinsipi bunda asosiy qismda shaxsni o'zini deylik turli metodlar, nazariyalar, empirik o'sha ma'lumotlarni tahlil qilib va ularni faqat o'sha bitta nazariyaga emasda, turli xil metod, nazariyalar orqali birgalikda o'rganishga olib kelar ekan. Va keyingi holat bizada demak etik prinsip. Etik prinsip bunda asosiy omil sifatida, ya'ni insonni huquqlari, sha'ni, uni o'sha insonning deylik qarorlar qabul qilishi, shaxsiy ma'lumotlarini ya'ni himoya qilishni talab qilar ekan etikda. Ya'ni shaxs o'zini o'zgarishidagi, shaxsni o'ziga nisbatan zarar yetkazmaslik, maxfiylikni saqlash, deylik natijalarni to'g'ri o'sha noto'g'ri yo'lda ishlatmaslik va undan tashqari respondentga nisbatan hurmat bilan qarash munosabatlarini demak bo'lishligini zarur sifatida qo'yar ekan bu prinsip. Va bu prinsip ayniqsa test, suhbat, eksperiment, o'sha psixologik o'sha korreksiya holatlaridagi ishlarni muhim ahamiyatga ega deb berar ekan. Demak, bizda sir saqlashlik holati yuqori bo'lishi kerak ekan. Demak, keyingisi empirik
ya'ni prinsip. Empirik prinsipda demak, empirik tekshiruvchi, o'sha tekshirilgan natijalar demak, bu real ma'lumotlar bilan asoslanishi kerakligini bildirilgan. Va shaxs haqidagi ilmiy xulosalarni kuzatuv, tajriba, test, so'rovnoma, statistik tahlil va boshqa metodlar orqali, demak, tekshirarkan. Va bu prinsipga ko'ra, demak, o'sha psixologik, bilimlarni, ya'ni, uh, taxmin yoki umumiy mulohazalar o'sha darajalari, bilan birgalikda, demak, mm, o'rganishga, harakat qilishlik kerak ekan. Va natijalarni qayta ishlash ilmiy mezonlar asosida, mos bo'lishiga e'tibor qilishlik kerak ekan. Va keyingisi, amaliy yo'nalganlik prinsipi. Amaliy yo'nalganlik prinsipi bunda shaxs psixologiyasida, ya'ni to'g'rirog'i, nazariy bilimlarni inson hayotidagi real, muammolarni tushuntirishga, hal qilishga xizmat qilishlikda kerakligini anglatarkan. Shaxsning o'rganishdagi natijalarini ta'lim, tarbiya, kasb tanlash, psixologik maslahat, psixokonsultatsiya, psixoprofilaktika holatlarida qo'llay olishga kerak ekan. Demak, bu prinsip nazariy va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirib berarkan. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, shaxs psixologiyasidagi yuqorida aytib o'tilgan hamma prinsiplar bizda shaxsda, tom ma'noda, to'liq o'rganishga, shaxsga to'liq yondashishga, shaxsda, o'sha psixologik holatini noto'g'ri tahlil qilmaslikka, olib kelar ekan. Hop, demak, mavzuimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.